Keling, yemlar narxlari. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Nech pul bo'lsa sotiladi dedingiz? Sotilishini 6700 bo'lsa sotilar ekan. Arpa nech pul deyapsiz? Arpa 5000 so'm ekan. Arpa 5000. Bug'doy nech pul bo'lyapti aka? Bug'doydagi 4,5. Bug'doy nech pul bo'lyapti akajon? Bug'doylar 4200 so'm. 4200 so'mdan. Sotilishi? Sotilishi 4200. Sotilish 4200. Tariqlarchi? Tariqlar qarang, bu 4000, bu 3000. 4000, 3000. Makka yem nech pul bo'lyapti? Makka ham 5,5 ming so'm. Sotilishi ha bular? Ha, Sotilish narxini aytavering. Sotilish. Ha, bu bug'doy maydasi 4,5 ming. 4,5 ming. Blogerman, o'ga qo'yasizmi? Albatta. Bularchi? 4,5 bug'doy qora uni. Bug'doy qora uni 4,5 ming. 4,5. Men hozir qo'yib bitta planshetga. Bug'doy bering 20 ming dirham. 4,5 ming aka. 20 ming bug'doy qo'ying. Bug'doychi aka? Qaysi kanaldan chiqamiz endi? Ma'ruf bozorchidan chiqasiz. Ma'ruf bozorchi. Bozorchidan bo'ldi, ko'ramiz. Abzatini. Bedorug'lar nech pul aka? Bedorug'lar 42 ming. 42 ming so'm. 42 ming, bu pastagi hammi? Ha, bu 35 ming, 33 ming qilib beramiz. 42 ming, 33, 35 qilib berilar ekan. Makkachi? Makka 5 ming so'm. Original Makka. Original Makka 5 mingdan qilib berar ekan akalar. Chiqamiz o. Farruh kanaldan. Ma'ruf bozorchi. Farruh kanali. Ular ham sizdanmi? Ana ungacha bizdan. U qora un, molda uni 4,5 ming. Molduni ekan 4,5 mingdan ekan. Hammasi bir xilmi? Ha, bir xil. 4,5 mingdan sotilishi ekan akalar. Nech pul bo'lyapti? Xolajon bular? Loviya. 15 ming. 15 ming. No'xatlarchi? 25 ming gebret. 25 ming. Bunisi 20 ming. Sotilish narxi hammasini. Moshlarchi? 8 ming. Bedori? Bedori 44 ming. Bedori 44 ming ekan. Yemlar? Qoron 4,5 ming. 4,5 ming, hammasi bir xil a? Sotilishi 4,5 ming. Arpa nech pul? Arpa 4800 so'm. Nima bu? Sudankami? Supurgi? Nech pul qilib berasiz buni? 5 ming oxiri sotilishi ekan. Bozoringizni bersin aka. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yemlar nech pul bo'lyapti? Bir narxini tanishtirib yuboring aka. 6300 aka. 6300, bunisi? Bunisi 6,5. 6,5 ming. Keyingisi? Bu kipak. Kipak. Xaltaligi. 85 ming xaltaga. Tariqlar? Tariq 4 ming, 3200, 3,5 ming. 3,5 ming. Sudanka? Sudanka 6 ming so'm. 6 ming. Ha. Bedori? Bedori 40 ming so'm. Sotilish narxini aytyapsiz aka? Sotilish narxini aytyapman. Bu bedori. YouTube'gami? YouTube. Ha. Bu ham 40 ming bir xil. Samarqand Jo'jadoni, Samarqandniki zavod, Samarqand zavodniki 9 ming so'm. Samarqand Jo'jadoni bo'ladi. 9 ming so'mligi ekan, sifatlisi ekan aka. Ikkalasi bir xilmi? Ikkalasi puli bir xil. Puli bir xil. Kattaroq jo'jalarniki. Bu katta jo'jalarniki, bu kichkina jo'jalarniki. Bu bug'doy. Bug'doy yormasimi bu? Bug'doy yarmasi jo'jalarniki. Nech pul bu aka? 4300 so'm. 4300 so'm. Bu kepakchi. Bu necha kunlik jo'ja? Mayda bug'doy yarmasi. Mayda bug'doy yorma? Drabilkaniki. Drabilkaniki. Nech pul bu? Necha kunlik? 1 kunlik aka. Drabilka. Bu Drabilkaniki 4200. Mana buchi? Makka yarma 5,5 ming. 5,5 ming. Makkani Optimga 5 ming qilib beramiz. Optimga 5 ming qilib Jaydar beramiz. Makka. Ikkalasi bir xil. Ha. Bug'doychi. Bug'doy Optimga 4 ming so'm. Optimga. Toza bug'doy. Arpachi aka, arpa ham sizdan? Arpa 4,5 ming. Bozoringiz bersin aka. Hurmatli obunachilar, bizani kuzatishda davom etingizlar. Nishon birinchi savxoz mol bozoridamiz. Bugungi narx-navolarni tanishtirib o'tishga harakat qildik. Bizni kuzatib borishda davom eting. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.